Toshkentda ham shunaqa loyihalar qurilyapti, qoyillik. So'nggi yillarda mamlakatimizda juda ko'p uy-joylar qurilmoqda. Toshkent esa allaqachon ushbu qurilish jarayonlarining markaziga aylangan. Tanlov ko'p, lekin muhim savol bor. Qayerda nafaqat shunchaki yashash, balki o'zingizni qulay, xotirjam va hayotning markazidadek his etish mumkin. Bugun men sizga navbatdagi ko'p qavatli uy emas, balki poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida barpo etilayotgan butunlay o'zgacha falsafadagi loyiha Newport haqida ma'lumot bermoqchiman. Majmua ichida biznes markazlar, coworking zonalar, katta fitness klublar, kafe va restoranlar, savdo markazi, kundalik xaridlar uchun do'konlar mavjud bo'ladi. Ya'ni ertalab ishga chiqish, tushlikda kafega borish, kechqurun sport bilan shug'ullanish yoki oilaviy sayr, bularning barchasi uchun shaharning qaysidir nuqtalariga borish shart emas, hammasi bir hududning o'zida mujassam bo'ladi. Loyihada xavfsizlik masalasiga alohida ustuvor ahamiyat qaratilgan, xususan yong'inga qarshi zamonaviy tizimlar, tutunni boshqarish yechimlari va seysmik talablarga to'liq javob beradigan konstruksiyalardan foydalanilmoqda. Bundan maqsad rezidentlar o'zini nafaqat zamonaviy, balki xotirjam muhitda his qilishi. Hozir Newportda turli bosqichdagi xonadonlar mavjud. Ular topshirishga tayyor bo'lgan xonadonlar, o'rta bosqichdagi bloklar va kotlovan bosqichdagi uylar. Izohlarda Newport so'zini yozib qoldiring, menejerlar sizga mos bo'lgan takliflar va loyiha haqida batafsil ma'lumotlarni yuborishadi.